siz ham xuddi shularga o'xshab ko'chada qolib ketdingizmi? Ish bor 10 ta odamga Germaniyada. Agar siz Germaniyaga work and travelga kelib turib, ish joyingizni topa olmadingiz, ko'chada qolib ketdingiz. Deylik, 10 ta odam mana Bektemir aka zudlik bilan kerak, ya'ni osongina ish, full time, ya'ni to'liq stavkada yoki siz talabasiz, universitetda o'qiysiz Germaniyada, yozda pul ishlamoqchisiz. Bavariyani eng zo'r viloyatlaridan bittasida. Hatta Nyurnbergdami? Nyurnbergda 10 kishiga full time ish 13 yevro soatiga beriladi. 40-45 soat haftasiga ish soatlari. Yashash joyi mavjud. Yashash joyi 350 yevro oyiga kvartalda to'lanadi. Germaniyada o'qiyotgan talabalar ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin, faqat unutmang full time 40 soatdan ziyod ishlaysiz. Demak, ish ko'p, 13 yevrodan bemalol soatiga topishingiz mumkin. Agar kerak bo'lsa, o'ting mana bemalol work and travelchilarga hammasiga jo'natib qo'y. Mabodo keladigan bo'lsa, ko'chada qolib ketishi mumkin. Shuni inobatga olib turib, zudlik bilan ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. Omad.